yaxshi remont uy xohlayotganlarga zo'rg'antimizda chiqqan Yunusobod 11-kvartaldan 3 xona, 2-etaj, 4 etajli uyimizda Yevro remont qilib bitkazib qo'yilgan. Xo'p, bu yog'imiz podyezddan kirishimiz bo'ladi. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi, stroyniy bilan qilib ketishgan. Xo'p, bu yog'imizda bo'lsa ko'rsangiz bo'ladi, mana tualet. Xo'p, bu yog'imizda mana vannasi buni. Xo'p, bu yog'imizda birinchi xonamizda boshlanadi, mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'imiz katta keng, mana mebellari ham qo'yib qo'yishgan. Pardalarni ham zakaz qilib qo'yishibdi. Xo'p, bu yog'imiz, mana bu yog'imizda zal bo'ladi. Zal ham mana chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan. Xo'p, bu yog'imizda mana 3-xonasi. Bu yoq ham bitta spalniya qilib qo'yishgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. O'zining televizorlari bor mana. Xo'p. To'g'rimizda bu yog'imizda balkon 1,5 ga 6. Bu yoqni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mebel texnikasi bilan. Oshxonamizda mana. Xo'p, bu uyimizda to'liq ipotekaga ham o'tadi. O'zining zakritay zonasi bor bu yerda, o'zining parkovkalari joylari bor. Xo'p, bu uyimizning narxini 92.500 so'rashyapti. Yana sunnatga o'tib beriladigan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.